Bir dona 17 Pro Max puliga istiqbol ideal mebellardan 4 xonali kvartirani jihozlash mumkin ekan. Davron aka, shu gap rostmi? Ha, rost. Bir dona iPhone puliga qanaqa mebel olsa bo'ladi? Mehmonxona uchun 12 kishilik stol-stul komplekt, yotoqxona uchun spalniy nabor, bolalar xonasi uchun detskiy komplekt, hol uchun yumshoq mebel va oshxona uchun 6 kishilik stol-stul. Davron aka, rostdan bitta 17 ta puliga shuncha mebel olsa bo'ladimi? Ha, rostmi? Yuring ko'rsataman. Mehmonxona uchun 12 kishilik stol-stullarimiz juda ham sifatli bo'lib, stullarimiz Turkiya nержавейкасidan ishlangan. Stuli MDF dan yasalgan bo'lib, oyoqlari chiroyli koltso shaklida ishlangan. Narxi $1350. Yotoqxona uchun mo'ljallangan high-tech uslubdagi spalniy garniturimiz LDSP laminatdan yasalgan, shkaf eshiklari kupe qilib ishlangan. Narxi $750. Hol uchun mo'ljallangan yumshoq uголокimiz razmeri 3x230 bo'lib, ortoped prujina va sifatli yumshoq porolondan ishlangan. Narxi $430. Bolalar yotoqxonasi uchun mo'ljallangan komplektimiz 100% MDF dan yasalgan bo'lib, naborda shkaf, kravat, parta va tumbochka mavjud. Narxi $490. Oshxona uchun mo'ljallangan $200 stol-stullarimizni sanab o'tilgan barcha mebellarni olganlar uchun bepul sovg'a qilamiz. Siz hali ham $3000 ga iPhone 7 olmoqchimisiz yoki buni puliga uyingizni mebel bilan to'ldirmoqchimisiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni iPhonechi do'stingizga yuborib qo'ying va shunaqangi sifatli va hamyonbop mebellar kerak bo'lsa kommentariyada plus qoldiring. Siz bilan bog'lanamiz.